Assalomu alaykum qadrdonlarim, do'stlarim. Mana bugun biz yangi obyektga, yangi ishga keldik. Sizlardan iltimos, qo'llaymiz, qo'ltiqlaymiz, podpiskani bosamiz, klassni bosamiz, videoni tarqatamiz. Bir obyekt olganmiz, endi obyektni tugatishimiz kerak. Mana bu bizning obyektimiz. Mana nasib bo'lsa men har kuni yangi video chiqaraman. Buni biz hozir konkret bu 3-etaj krisha. Biz hozir bu krishani nasib bo'lsa xona-xona qilib bo'lamiz. Mana gipsokardonlar bor. Patologni uramiz, gipsokardon qilib karkasni to'qiymiz. Keyin buni xona-xona qilib bo'lamiz, tualet qilamiz, kichkina xonacha qilamiz, katta xonacha qilamiz. Keyin bu yerda kraska qilamiz. Xulos qilgan atida qilib tayyorlashimiz kerak. Shuning uchun sizlardan iltimos, qo'llaysizlar, qo'ltiqlab turinglar. Bizni Xudoyim taolo o'z panohida asrasin. Biz yangi ishdamiz hozir nasib bo'lsa. Mana kilovattalar bor. Mana instrumentlarimiz bor. Mana instrumentlarimiz ham bor. Hamma instrumentlar bor. Hozir uyga sharoit qilib bergan cho'tki qilib, endi buni cho'tki qilib bitta remont qilsak, u yoq zakonni bo'ladi. Sizlardan iltimos, qo'llaysizlar, qo'ltiqlaysizlar. Mana do'stlarimiz, bizning obyektimiz. Obyektning endi necha kvadratligini aniq to'shni bilmaymiz hozir. Mana bu xonalar, anolar katta krisha. Krishani hozir nasib bo'lsa bo'lamiz, buni xona-xona qilib. Mana bu krishani yopgan o'tgan yil ustalar. Endi buni biz keldik, ishini tugatgani. Buni endi biz cho'tki qilib remont qilamiz nasib bo'lsa. Mana bu yog'ochlarni tugatamiz, karkas to'qiymiz, xullas kalon. Sklovtani ichga solamiz, xona-xona qilib bo'lamiz. Tayyorlaymiz. Mana gipsokardonlar turibdi. Bo'lgani mana bu yerdan tuval tusher ekan. Mana bu derazasi. Xulos bilan qo'llab-qo'ltiqlab tursalaring. Mana buni cho'tki qilib biz remont qilib beramiz. Mana bu yerda chishatan xodimiz bor. Mana hozir uydigas pomidor bilan bolgar ekib qo'yibdi ekan, suvitlar yoqib qo'yibdi. Manzara juda chiroyli va go'zal. Instrumentlarimiz mana yangi sotib olib kelingan instrumentlar. Mana instrumentlar bor. Faqat ishlaydigan yigit kerak. Ishlashimizga mana po'shalkamiz ham bor, kichkintoygina instrumentlardan mana hamma narsamiz bor. Xullas kelam mana shu yerda biz atida qilib, mana patologlarni ko'rsatib o'tdim. Obyektimiz katta juda ham. Endi nasib bo'lsa mana chiroyligina qilib, mana stoykalar, mana stopkalarimiz bor. Stopkalardan stoyka yasaymiz. Mana bu demovkalarimizdan qovurg'a to'qiymiz. Xullas kelam mana shu yerda atida qilib remont qilib berishimiz kerak. Cho'tki qilib mana ustaning juda katta mehnat singan bu yerga. Mana cho'tki qilib yopgan usta. Mana usta juda chiroyli yopgan buni. Ustaning qo'li dard ko'rmasin. Endi nasib bo'lsa biz buni qolgan ishini tugatamiz. Mana chiroyli juda ham va juda go'zal va katta xona juda ham. Mana bu pechdagi stoykasi chiqib ketgan, musht terilgan bunga. Mana bu joylarimiz, do'stlarim. Qo'llaysizlar, qo'ltiqlaysizlar. Mana gipsokardon aqib qo'yibmiz. Endi nechta ketadi bilmayman. Mana bu yerda 50 ta gipsokardon bor, bu yerda 50 ta gipsokardon bor. Mana elektr stollarimiz bor. Mana stiklar atalamiz. Mana uch oyoqli Wi-Fi'miz mana gurilab yotib, Wi-Fi ishlab yotibdi. Nasib bo'lsa mana gipsokardonlar mana bu yerda kichkinagina skalacha qilar ekan. Mana bizning katta o'rovnimiz turibdi bu. Xullas kalon manzaramiz juda go'zal va chiroyli. Ayniqsa ko'chadan qaraganda ko'chamiz ham juda chiroyli manzara. Mana ko'chani ham sizlarga ko'rsatib o'tayin. Bir boy akaning dachasi ekan. Mana qimmat uylar bor. Nasib bo'lsa bu uyni nasib bo'lsa ishni davom ettiramiz va tugatamiz degan niyatdamiz. Mana bu yerda forchkalar qilingan chiroyligina. Mana uzoqdan olib ko'rsataman sizlarga. Mana o'zga ekran bo'lib qolishi mumkin, chunki telefonni tirkatib olyapman. Do'stlarim, endi sizlardan bitta iltimos, qo'llab turasizlar endi. Nasib bo'lsa ishimizni boshlasak, bismillahirrohmanirrohim. Bugun chertajni olib kelaman deydi. Bugun materialni yozamiz, nasib bo'lsa qancha material ketishini biz ham keraklicha. Keyin u yog'i Xudodan nasib bo'lsa. Dashtimizni ham bir chiroyli manzarasini olib qo'yayim. Mana bu unda aytganda
dacha. Mana katta joy. Mana agoratlari bor, archalari bor, juda chiroyli qilingan. Va mana yerda xonachasi bor, letni xona. Mana bizning xonamiz, koshonamiz ana chetda turibdi. Kichkinagina xonachamiz bor bizning. Ana hal pastga turib xonlarni ham tanishtirib o'taman. Do'stlarim qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana agorotlar bilan tanishamiz borib. Sizlarga chiroyli manzillarni syomka qilaman va sizlarga ko'rsataman. Sizlardan iltimos, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Sizlardan talab qilinadigan bitta ish, qo'llab turingizlar faqat. Mana juda chiroyli va go'zal manzara. Gap bo'lishi mumkin emas bunga manzaraga. O'zi bahor keldi. Mana hamma joy ko'm-ko'k. Nasib bo'lsa daraxtlar uyg'onyapti, o'tlar chiqib qoldi o'zi. Nasib bo'lsa hammasi zo'r ketadi. Xudoyim taolo qo'llasin bizni hammamizni. Yana bir akamizning ishini qilib beraylik qani. Bu letniy kuxnya. Mana bu archalar juda chiroyli qilingan ekan va chiroyli qilingan, juda ham chiroyli manzara ekan. Archalar qilingan va go'zal va juda ajoyib. Va juda chiroyli qilingan. Uylari ham chiroyli ekan, juda ham archalar qilingan mana. Go'zal va adima qilingan ekan. Manzarasiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu bizning koshonamiz. O'zi zombir qo'zg'alib qolibdi. Chaqadigan zombir bor bularning. Mana bu koshonamiz bizning. Mana archalar egib qo'yibdi chiroyligina qilib. Mana chiroyli qilingan juda ham go'zal manzara qilingan ekan. Mana bu agorotchalar, mana juda chiroyli manzara. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Mana chiroyli qilingan juda ham. Uyga gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim qilamiz. Mana bu bizim koshonamiz. Mana voy qalam tushdi mana. Bizning kuxnyamiz bu. Bizning kichkina kuxnyachamiz mana. Ovqat tayyorlaymiz. Ochib qo'yamiz mana. Chiroyli manzara. Svejiy vozduk kelib turadi. Mikron pechkalarimiz bor, telefonlarimiz bor. Joyimiz. Eng go'zal manzara bu yer. Dushovoy deydi bu yerda. Dushovoy mana basseynchamiz. Mana banya. Buni otini russkiy banya deyiladi. Hali remont bo'lyapti buning uchun, lekin yaqin atrofda buni biz sozlab ishga tushiramiz. Mana go'zal va chiroyli juda ham. Pech bor bu yerda. Pechimiz mana zamonaviy qurilgan. O'rnatilgan. Bu yerda hali remont ishlari bo'ladi nasib bo'lsa. Eng qizig'i mana. Russkiy samovar yes. Biz hozir kuxnyaga keldik. Endi nasib bo'lsa hozir obed tayyorlaymiz. Kamtargana bo'lsa ham obed qilamiz. Hozir chiroyligina qilib obed tayyorlaymiz. Obed qilib qo'ysak, yeyishimiz yaxshi bo'ladi. Tomoqdan yemish kerak, tomoqdan deydi-ku. Shunga hozir nasib bo'lsa mana bismillah deb ovqat qilamiz endi. Ovqatdan ayirmasin deydi, ovqatdan mana o'tiramiz, ichkaridan ovqat tayyorlaymiz.
Подпискani bosamiz. Biz уже obedga tayyorlanyapmiz. Obed boshlaymiz endi. Obed qilamiz mana. Kartoshka ochamiz birinchi o'rinda. Chorlani bitta kartoshka ochsak. Obed tayyorlamasak bo'lmaydi. Bitta katta lugimiz, kartoshkamiz tayyor bo'ldi. Lug saligini achchiq. Mayli, chimiz buni. Lug deb qo'ydik. Kichkinagina marqob. Bu samarqob ham. Marqobni ham ochib oldik mana. Bitta marqob, kartoshka, piyoz. Hozir buni birinchi ochadi, yuvib toza yana qilib. Tozani yuvishimizga hozir ekrandan sal uzoqlashib ketaman, hozir qaytaman. Kartoshka piyoz bilan kartoshka piyoz sabzini yuvib keldik, tozalab qilib. Endi nasib bitta hozir go'sht to'raymiz, maydagina qilib. Keyin ovqatni cho'tka qilib bosamiz. Usullarni yangi, kuxniya chiroyli. Endi salgina yuqoriga chiqib kelishim kerakmaydimi? Salgina pichog'imiz o'tmay qolibdi. Bolgarka bilan chorlab kesam, yuqoriga chiqib zang'illadi.
Siz ekrandan uzoqlashmangizlar. Men hozir pichog'imni salin chorlab kelaman, yuqoriga chiqaman-da, uni telefonda o'chirib ketaman kamerasini. Biz hozir ikkita pichog'imizni chorlab keldik. O'tmay qolgan ekan. Hozir bunga anotoraymiz. Nasib bo'lsa bismillah deb tovuqni kesyapman. Tovuqni to'rab qo'yamiz ham. Qanaqa bo'lar ekan tovuqdan ovqat qilib ko'raylik qani bir. So'klarim. Podpiskani bosamiz, podpiskani. Podpiska bo'lmaganlar bormi, yo'qmi podpiska bo'lmaganlar? Podpiska bo'lmaganlar podpiskani bosamiz, klassni bosamiz, uydan tarqatamiz. Bunun nomi tobuq deydi. Tobuqlar so'yib ko'ramiz. Bundan yaxshigina ovqat tayyorlab ko'ramiz. Qo'llaysizlar, qo'ltiqlaysizlar. Klassni bosamiz do'stlar. Aka, videoga kirib siz bitta klass bosib qo'ying. Klass ozgina ting klass bosib qo'ying bo'ldi. Endi o'zing uchun o'l yetim deydi-yu, ovqat qilamiz. Ovqat tayyorlaymiz hozir. Cho'ligini qilib. Şimdi to'ravalar qani, tovuqni maydalab. Qani bo'ladi. To'g'rimi do'stlar? Salgina bu yerda Wi-Fi xafa ekanda, Wi-Fi uzoqda ekan, olmay ekan. Shuning uchun yaqindan bo'lsa ham, uzoqdan bo'lsa ham ozgina syomkacha qilamiz. Buni reportaj qilyapmiz, biramay. Videoni tayyorlaymiz va yuklaymiz. Klassni bosamiz, aka klassni. Klassni bosing, opa, klassni bosing. Endi bugun chiroyli ovqat qilib ko'ramiz. Ovqatimizning nomi ajabsanda bo'ladi, ajabsanda. Mana ovqatdan go'shtni to'lab oldik. Bo'ladi, palovina tovuq yetadi. Palovinkani kechga olib qo'yamiz. Palovinkani hozir faqat palovinkani tayyorlaymiz. Mana o'zi kichkinagina kasulkachamiz bor. Mana kasulkani 2 kishilik ovqat qilamiz. Kichkinagina kasulkani 2 kishilik ovqat qilamiz. Birinchi go'sht yuvib kelib bor. Men uncha nonlarni chiqarib turaman. Kartoshkani, piyozni, sabzini chiqarib turaman. Endi go'shtni bitta yuvib kelib bor. Keyin qovuramiz. Uncha men gaz yoqib ketaman. Qovuramiz. Qizib tursin. Gazimiz yondi. Yep. 3
qolıyor. Nega o'chib qoldi? Gaz o'chib qo'yibdi. Ko'chadan gaz o'chganmi demanda, gaz o'chib qolyapti. Qani? Hozir men tashqaridan gazni qo'shib kelayin. Tashqaridan gaz o'chirilgan ekan, hozir gazni qo'shib keldim. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi o'sha. O'sha buning xabari ham bor ekan, biz gugurtni yoqib yotibmiz. Qishloqligimizni bildirib qo'yibmiz deb. Mana bismillahirrohmanirrohim kastilkani qo'yamiz. Yog'ni ochamiz, yog'imiz. Mana. Yog'imiz. Yog' solamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb mana. Yog'ni soldik. Yog' ham ko'p solmaymiz, bir cho'mishga yog' solamiz. Go'shtni go'shtimiz yuvib qo'ydim. Endi to'rttagina tuzlab qo'yamiz. Qizimay turib solgan yaxshi. Jazilab yuzini chachilib qo'ygan qiladi. Bismillah deb qazirga soldik. Mana chachilib olamiz. Qo'zg'ab qo'yamiz. Do'stlarim, klassni bosamiz, klass. Videoni tarqataylik. 4000 soatga yetkazinglar, iltimos sizlardan. 4000 soatga yetak bor yo'q-ku? 4000 soat. Qo'llaymiz, qo'l qilaymiz. Videoni oziq qilishmaymiz, klassni bosamiz. Endi bizga xizmatidan nima qilishimiz kerak? Tovuqni yani marazinga solishimiz kerak. Hozirdan salab qilmayapmiz. Go'shtlar to'pay bo'lib qoldi. Go'sht qo'rib qo'yamiz endi. Ko'cha yaxshi pogoda bo'lyapti. Issiqqina. Va ustidan go'zal pogoda. Bahor deymiz, bahor keldi. Yağmur yo'q. Juda go'zal, chiroyli pogoda. O'tga ham to'ra olamiz, mana maydalar. Keyin ovqatni bosamiz bularga. Kecha do'stlarim bilan ko'rishdik. Do'stlarim bilan ko'rishib ketib qoldim. Kamera ko'rishib qoldik do'stlarim bilan. Piyozimizni to'g'ri oldik. Go'shtimiz g'ilqillab mehr bilan pishyapti. Pul qaynayapti. Piyoz to'g'ri oldik.
piyozni chetlarga surib qo'yamiz. Haligini mana qilib mehr bilan, faqat mehr bilan qovurish kerak. Kartoshkani to'g'raymiz. Nasibda kichkina qo'yib tasvirlarimiz kichkina, shuning uchun 2 kishiga ovqat qilamiz. O'zi 2 kishimiz, ishimiz 2 kishilik. 2 kishi olganmiz ishda, 2 kishi tugatishimiz kerak. Hali zamonda tamom olib turish kerak. Endi hali ko'chani bilmaymiz, ko'chani ahvoli qanaqaligini, qayerda qanday go'zal manzara bor bilmaymiz. Hali ularni tanib chiqamiz, nasibda bir kun hali ish ko'rsatib olaylik. Keyin dalaga chiqib bir shamol gazni o'chiraman deyapti. Shuning uchun mehnat zo'rayotgan joylashadi. Kartoshkani to'g'ri olib, go'shtni silkillab pishyapti. Piyoz olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Piyozni soldik. Dachaning egasi yaxshi odam ekan. Biz kecha tanishdik. Endi Hamriyimning oldindan bilan ishlagan. Hamriy yaxshi yigit deyapti. Gaplar cho'tka ekan. Endi ishini boshqarib chiroyli qilib ko'rsak, bu ham okey bo'ladi. Klassni bosamiz do'stim. Klassni bosing, klassda. Sizdan talab qilgan bittagina klass tuk podpisasiya bosing. Bu ya okey bo'ladi. Shamol eshigini ochyapti, yopyapti, yopib qo'ying. Salgina shum qilyapti-da eshigini. Shamol eshyapti dalada. Sabzini ham oshlatadigan aytayapman. To'qnayamiz, kichkinagina to'qnaycha. 2 kishilikda to'qnaymiz. Qo'yamiz.
Bu sabi shirin ekan. Bular. Aka. Klassi bo'lsamiz klassda. Yaxshi qiz. Klassi bo'lsamiz klassi. Klass bo'lsangiz klass. Buni ham tarqataylik. Iltimos. Klassi bo'lsamiz klassi do'stlarim. Mana. Ovqatimiz qovurilyapti sekin-sekin. Mana bu manzaralarimiz. Ishtahani ochiradigan manzaralar bu. Ishtahani ochiradigan manzaralarni reklama qilib qo'yish kerak-ku hali zamonda. Cho'tka hamma joy va yashaydigan va tomosha qiladigan chiroyli joy. Ovqatimizni qilyapmiz. Kichkinagina kuxnyachamiz bor. Kuxnyachamizdan kichkinagina kuxnyachani cho'ligina ovqat tayyorlayapmiz. Mana kichkinagina kuxnyachamiz. Mana kartinkalar bor, chiroyli. Ma'nosiga kim tushunadi bilmayman. Qanaqadir buni ham bir talanti bor inson yaratganda buni ham. Talanchov deydi, talanchovga qo'yish kerak buni aslida. Talanchovni mo'ljallashga ham qo'yish kerak. Otamiz ham qaynayapti. Ko'chaga gap yo'q. Garillab quyoshimiz. Ovqatimiz pishyapti, mana qaynayapti ovqatimiz. Qul-qul-qul-qul-qulab. Mana buni ozgina tuzini ko'ramiz. Tuzi qanaqa o'tiradi? Bismillah. Shu takkana. Ovqat o'ddir qaynayapti. Mana bu kartinka. Kartinka ma'nosini nimani bilmayman, shu ma'noda tasib qo'lim qo'ygan ekan. Qanaqa bo'lsa manzarasini bilmayman lekin zo'r. Chiroyli va go'zal joy. Dam oladigan, ishlaydigan va mazza qilib hordiq chiqaradigan joy ekan u.